Ismim Shohsanam, oilaliman, 29 yoshman, farzandlarim bor, Aslanbek, Aslabonu. Turmush o'rtog'im bilan baxtli hayot kechirmoqdaman. Boshlovchilikni, insonlarni yaxshi kunlarda xizmat qilib, ko'rsatuvga chiqishdan eng katta maqsadim onajonimni xursand qilish. Hali o'zi ham bexabar, lekin men oyna jahonda ko'radi degan umiddaman. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Onajon, siz uchun chiqdim. Bozorlikni boshlaymiz. Gullarimiz asta ochilyapti. Bu yoqda esa qo'ziqorinlar tip-tip. Sizlar yig'laveradi. Deb onajonlarni, yaqinlarni bepulga tabriklashi mumkin. Muzqaymoqli shirinlik. Buni boshqalardan farqi, o'zim buni xayolan izlab topganman. Nimaga xursand marojniy yeganiga, lekin ular shirinlikni ham bilmay qoladi. Ha. Siri shu. Zo'r. Tarixi shu buni. Zo'r qilibsiz. Yoqdi menga. Farzandlarim muzqaymoqni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar, lekin muzdek bo'lganligi uchun o'zim fantaziya qildim, bilar. Bugun bu qizim shunaqa fantaziya qildilar o'zi ham. Kun davomida fantaziya qildilar. Sezasizlar? Yoqimli ishtaha qizlar, olinglar.